badbo'y hiddan xalos bo'lamiz. Nargiza opa, podmышка terlashiga qanaqadir uy sharoitida maska o'rgating. Ya'niki gipergidroza meditsina tilida aytiladi. Biz vrach-kosmetologlar gipergidroz, ya'niki podmышка terlashiga patolotoksin yordamida bu muammoni yechimini topganmiz. Lekin uy sharoitida sizlarga hozir arzongina maskalarni qanday tayyorlashni aytib o'taman. Eng qizig'i, hamma aptekadan sotib olishlari mumkin va ular juda ham arzon. Bizga 4 ta mahsulot kerak bo'ladi. Birinchisi sinkoviy maz, ikkinchisi timurova maz, uchinchisi perix vodorod va to'rtinchisi gidroperid tabletkasi. Timurova mazini yarim choy qoshiqda solasizlar bitta idishga. Ketidan sinkoviy mazni ham xuddi shunaqa yarim choy qoshiq solasizlar. Uchinchi o'rinda gidroperid tabletkasini yarimini shundoq bo'lasizlarda kukun holatiga kelguncha parashokda sepasizlar va eng oxirgisi perix vodorodni ham yarim choy qoshiqda solib aralashtirasizlar. Tayyor bo'lgan massamizni surishdan oldin qo'ltiqlaring tagini yaxshilab yuvasizlar sovunda. Uyda xlorgeksidin bo'lsa, xlorgeksidinda birinchi artasizlarda massani surasizlar. 10-15 minut turadi. Agar achittirish, qizartirish bo'lsa, yuvib tashlaysizlar. Agar hech qanaqa allergiya bermasa, yarim soat turishlari mumkin. Lekin bu massani kunda surkash mumkin emas. Ora kunda surkanglar. Men aytib o'tgan maskani qissalaring, Xudo xohlasa 1 oy mobaynida hidlanish va terlash yo'q bo'ladi. Ayniqsa ayollar, erkaklar terlasa, badbo'y hid bo'lsa, bu ayb emas. Lekin ayol kishida badbo'y hid chiqish va terlash juda ham xunuk. Ayniqsa hozir yoz paytida o'zlaringga katta e'tibor beringlar. Yana ham sizlarga shunaqa qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizni sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Aytmoqchi, erkaklarimiz ham bu maskani ishlatsa bo'ladi. Ayniqsa oyoq terlaydigan, badbo'y hid chiqadiganlarga. Mana deysizlar, Xudo xohlasa zo'r bo'ladi.